Assalomu alaykum, aziz o'rganuvchilar. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun 6-sinf darsligini ikkinchi mavzusini o'tishlikda boshlaymiz. 6-sinf mavzusida ikkinchi mavzu bizda gulli o'simliklar bilan umumiy tanishish. Ya'ni o'tgan safar biz hamma o'simlikni jami 500 ming tur degan bo'lsak, endi shuning 50% tashkil etadigan gulli o'simliklar bilan tanishib chiqamiz va bulardagi g'aroyibotlarni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Gulli o'simliklar deb hayotida bir marotaba bo'lsa ham gullab meva tugadigan o'simliklarga aytiladi. Va bularni aytib o'tdik, 250 mingdan ortiq turi mavjud. Gulli o'simliklarda hayotiy organlari, unga ildiz, poya, barg, gul va mevalar kiradi. Mana shular ularning organlari. Endi bu organlar o'z navbatida ikki guruhga bo'linadi, ya'ni ikki guruhga ajraladi desak bo'ladi. Endi mavzuyimiz oxirida berilganda sizlarga ertaroq bayon qilib qo'ysam bo'laveradi. Vegetativ organlar, vegetativ va generativ organlar. Ularni mavzu oxirida ko'rib chiqamiz. Endi aynan shu gulli o'simliklar ichida g'aroyibotlarni ko'rib chiqamiz degandik. Ya'ni 6-sinf bizga nimalarni o'rgata oladi yoki qanaqangi ensiklopedist qarash qilib bera oladi, dunyo qarashimizni kengaytira oladi desak, mana birinchi o'simligimiz kelyapti quyida. Seyshel orolida pishib yetiladigan Seyshel palmalari 10 yillar mobaynida pishib yetiladi. Ya'ni 10 yildan ko'ra ko'proq vaqtda ham pishadi deyish mumkin. U palmaning yong'og'i kattagina bo'ladi va 25 kilogramm bo'ladi. 25 kilogramm. O'ylayapsizmi? Keyingisi Meksika kaktuslari. Meksika kaktuslari shu qadar katta, gigantki, uning ichiga 200 litr suv sig'adi. Ya'ni 200 litr suvni o'zini tanasida saqlaydi Meksika kaktuslari. Keyingi o'simlik esa ajdar daraxti. Quyida keltirib o'tilgan. Kanar orollarida uchraydi. 6000 yilgacha umr ko'radi. Ya'ni 6000 yillik bo'lgan hodisalarni u boshdan kechirgan. Va Sumatra orolida o'sadigan gul bor. U guldan buket yasamoqchi bo'lsanglar, sizlarga juda ham kattaroq qo'l kerak bo'ladi yoki kattagina kamas kerak bo'ladi. Chunki u gullarni bittasi, ya'ni bitta gulning o'zi kattaligi 1 metrga yetadi. Diametri 1 metr. Shunaqa 1 metr bo'lishligiga qaramasdan u gul parazit holatda yashaydi va o'zidan qo'lansa hid keladi. Ushbu rasmda ko'rsatib o'tilyapti. Shu rasmda Kanar orollarida yashaydigan ajdar daraxti tasvirlangan. Uni yonida mana Seyshel orolida uchraydigan qaysi Seyshel palmasi tasvirlangan va pastda Rafflesia arnoldi guli tasvirlangan. Bu gul 1818-yil Raffles va Arnold degan ikkita olim tomonidan kashf etilgan, ya'ni topilgan va shular sharafiga Rafflesia arnoldi deb gul nomi qo'yilgan. Chet elda uchraydigan juda ham bir ajoyib, g'aroyib o'simliklar ko'rib chiqdik. O'zbekistonda ham bormi bunday o'simliklardan deyilsa, ha, bor. O'zbekistonda mana jazirama issiqda o'zlarini barglarini to'kib yuboradigan yoki barglari shunaqangi kichikki qipiqsimon deyilgan juda mayda bargga ega bo'lgan ikkita o'simlik bor. Bu cho'llarda o'sadi. Saksovul va qandim. Bular ana shu issiqda, yozda ko'pgina suv bug'latib yubormaslik uchun moslangan. Keyingi o'simlik esa bu tabiat go'zallaridan biri. Ya'ni suv nilfari. Suv nilfari. Poyasi suv ostida bo'ladi, guli esa suv yuzasida ochilib turadi. Keyingi o'simliklarimizdan esa suv qaroqchisi. Suv qaroqchisi bekorga bunday nom olmagan. Suv qaroqchisi bu qolgan o'simliklar singari ildizdan ozuqa moddalar so'rib olish hisobiga yashamaydi. Bu yirtqich desak bo'ladi, chunki bu hasharotlarni ovlab kun kechiradi. Ya'ni hasharot tutib yeydi. Biz ko'rganmiz, gul ochilib turadi-da, hasharot tushadigan bo'lsa, tapida yopilib qoladi. Mana shu o'simlik suv qaroqchisi deyiladi. Endi oldingi sinf kitoblarimizda suv qaroqchisidan tashqari yana bir qancha o'simliklar keltirilganda, suv qaroqchisining o'zining ikkinchi ismlari ham yozilganda, Nepenthes, Drosera, Kuvacha degan o'simliklar bor edi. Hozirda
6 sinfda bir dona suv qaroqchisi qolgan. Sizlar mana shu orollarda o'sadigan o'simliklar va bizni o'zimizda uchraydigan o'simliklarni xususiyati bilan yodlab olsanglar bo'ldi. Chunki davlat test markazi sizlarga shulardan test tushiradi. O'lkamizda uchraydigan tabiat ko'rki bo'lgan o'simliklar ham bor. Ularga qizil lola, ko'zagul, sallagul, chinnigul va jumagullarni kiritishimiz mumkin va bularga ta'riflar quyidagi slaydimizda keltirib o'tilgan. Bizga kerakligi mana shu 5 ta o'simlik tabiat ko'rki ekanligini bilib olishligimiz, qolgan ta'riflari o'zinglar uchun foydaga o'qib olsanglar bo'laveradi. Jumagulning ikkinchi ismi bu to'g'ri xolmon deb turib yozilgan. Jumagulning ikkinchi ismi, uni ham 6-sinf 2-mavzuda ko'rib, o'qib, yodlab olishimiz mumkin. Noyob mevali o'simliklar ham mavjud. Noyob mevali o'simliklar qanaqa desa, odatda mevalar mana olma, nok, shaftoli, o'sha bularning tuzilishlarini bilamiz. Shunaqangi mevani ko'rsak biz hech hayratlanmaymiz. Endi noyob mevalik o'simliklarni ko'rganimizda ularning mevasini ham ko'rib biz hayratlanmaymiz, lekin bularning mevalari qolgan o'simliklarning mevasiga nisbatan farq qiladi. Endi ularga pista, bodom, safsanlarni sanashligimiz mumkin. Va mana shu o'simliklarni sizlar ham yodlab olishinglar kerak. Pista, bodom, safsan. Bular noyob mevali o'simliklardir. Endi biz tabobatda ishlatadigan o'simliklar ham mavjud. U o'simliklarga 4 ta o'simlik turi keltirilgan: isiriq, chakanda, zubturum va suv qalampiri. Mana shu to'ralasini yodlab olishimiz kerak, sababi bular testlarda keladi. Bizga kelyapti chakanda, isiriq, hop bu tomonda namatak bilan suv qalampiri berilyapti. Zubturum keyingi mavzularda berilganda sizlarga bonus sifatida 5 ta bo'lib qoldi. Ya'ni chakanda, isiriq, namatak, suv qalampir va zubturum. Bular dorivorlik xususiyatiga ega bo'lgan o'simliklardir. Mavzu boshida aytib o'tgandek, o'simlik organlari 2 guruhga bo'linadi deb. Birinchisi vegetativ organlar bo'lsa, ikkinchisi generativ organlar. Vegetativ so'ziga birinchi ta'rif berishdan boshlaymiz. Vegetativ so'zi rivojlanish degan ma'noni bildiradi va bu vegetativ organlarga o'simlikning ildizi, poyasi va bargi misol bo'ladi. Ildizi, poyasi va bargi. Ana endi generativ organlargacha. Generativ yaratmoq, tuzmoq degan ma'no bildiradi va bu o'simlik organlari mevasi, guli va urug'i. Kurtagi desak bo'lmaydi. Meva, urug', gul. Mana shu uchalasi generativ organlar hisoblanadi. O'simliklar evolyutsiyasi birinchi bor o'simliklar suvda kelib chiqqan, chunki hayot suvda paydo bo'lgan. Undan so'ng quruqlikka asta-sekin chiqib moslashib borgan, ildiz va poya barglari rivojlangan. Oxiri hozirgi gulli o'simliklar rivojlangan. Biz bu ketma-ketlikda hozir sodda, qisqa qilib aytib o'tib ketdik, ammo 11-sinf kitobida buni batafsil yoritamiz. Endi quyidagi savollarga javob bersanglar, mavzuyimiz ancha mustahkamlanadi va bu savollarning javoblarini biz kommentariyada kutib qolamiz. Seyshel palmasi yong'og'i va Meksika kaktusining qanday ajoyib xususiyatlari bor? Bu birinchi savolimiz. Ikkinchi savol: o'simlikning vegetativ organlariga nimalar kiradi? Bu atama qanday ma'no bildiradi? Uchinchi savol: generativ organlar qaysilar va ularning biologik vazifasi nimalardan iborat? Biologik vazifasini generativ organnikini aytib o'tib ketmadim, ammo slaydni orqaga qaytarib ko'rib olsanglar bo'ladi. 4-savolimiz: o'lkamiz tabiatidagi yirtqich va cho'lga moslashgan o'simliklarga qaysilar kiradi? Yirtqich deb aytib o'tib ketdik. Jazirama cho'llarda ham o'sadigan 2 ta o'simlik turini aytgandik. Ya'ni barglari qipqsimon edi, suv bug'latishga, kamroq suv bug'latish uchun moslangan o'simliklar edi. Demak, hammasini bilamiz va ularni kommentariyada javob sifatida yo'llaymiz.
Darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat. Alloh o'rganayotgan ilmimizni bundan-da ziyoda qilsin. Sog' bo'ling.